Endi esa sizlarga o'zim har doim kunlik foydalanayotgan yuz uqudlarim haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu penkamiz yuzni eng birinchi navbatda tozalovchi hisoblanadi. Mazza qilib yuzingizni yuvgan paytingizda ko'pik chiqadi, ya'ni penka chiqadi. Yuzingizga masaj qilib, surkayotgan paytingizda yuzingiz mazza qilib dam oladi, kislorod kirayotgandek bo'ladi. Ya'ni yoqimli va barakali bo'lgan penkamiz birinchi etap hisoblanadi. Undan keyin penka bilan yuzingizni to'g'ri tozalab olganingizdan keyin bizni ikkinchi bosqichda haftada 1-2 marta foydalansa bo'ladigan yuzni chuqur tozalab beruvchi, sepkillarni ochartirib beruvchi, dog'larni ochartirib beruvchi mahsulotimiz bor. Bubble pudramiz. Pudra ko'rinishda yuz va qo'l nam holatida bo'lganda buni maska ko'rinishda yuzga surkaladi. Mayin qilib ishqalanganda yuzga surkalgan paytda yuzni poralarini chuqur tozalab beruvchi mahsulot hisoblanadi. Navbatdagi mahsulotimiz Bubble pudradan ishlatilinadigan ugulni maskamiz hisoblanadi. Bubble pudralarimiz yuzni chuqur tozalab bergandan keyin, poralarni ochib bergandan keyin bu ugulni maskamiz qora nuqtalarni yo'q qilib beradi. Ya'ni qora nuqtalarni yo'q qilish bilan birgalikda jiraviklarni yo'q qilib, terini chuqur tozalab beruvchi ko'p martalik maskamiz hisoblanadi. Bular bilan yuz tozalagandan keyin bilamizki, tabiiy ravishda poralar ochilib qoladi va shu ochilgan poralarni kichraytirib berish uchun, toraytirish uchun va yuzni chuqur namlantirib, keyingi uqudlarga tayyorlab beradigan mahsulotimiz bu tonikimiz hisoblanadi. Bu toniklarimiz 2 mahal, 3 mahal bemalol ishlatsa bo'ladi. Yuzni mayinlashtirib va uqudga tayyorlab beruvchi bosqich hisoblanadi, ko'prik hisoblanadi. Keyingi mahsulotimiz esa kunduzgi siviritkalarimiz. Mayin ajinlarni yoyib beradi va mimik ajinlarni yo'q qilib berish xususiyatiga ega, oziqlantirib, vitamin bilan to'yintirib beradi yuzda.